Men Eminaxunova Iroda Huseynovna, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti o'zbek va xorijiy tillar kafedrasi professori lavozimida ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Bugungi kunda erishgan yutuqlarim va olima ayol darajasiga yetishimda albatta mening oila a'zolarimning, turmush o'rtog'imning meni qo'llab-quvvatlashlari va menga bugungi kunda sharoit yaratib berishlari juda katta yordam berdi. Tibbiyotga qiziqishim yuqori bo'lganligi sababli bugungi kunda Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutida aynan tibbiy talabalarda xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Albatta bugungi kunda ayollarimizni jamiyatda o'z o'rnini topayotganliklari bu davlatimiz tomonidan ayollarga berayotgan e'tibor va ayollarimizni ilm-fan yo'nalishidagi olib borayotgan ilmiy izlanishlari, tadqiqotlari, ilmiy amaliy loyihalarining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishlari, shart-sharoitlar yaratib berishlari va rag'batlantirishlari bugungi kunda ularni aynan yuqori natijaga erishayotganliklarini ko'rishimiz mumkin. Respublikamiz prezidenti tomonidan olima ayollarga berilayotgan sharoitlar natijasi turli xil tanlovlar e'lon qilinmoqda. Aynan mana shu tanlovlarda men ham xorijiy stajirovkalarda qatnashib, bugungi kunda bir necha yutuqlarga erishib kelmoqdaman. Va ushbu erishgan yutuqlarim natijasida kafedramizda hamda institutimiz talabalarida olgan bilimlarimni bo'lishishdan va ushbu sharoitlardan unumli foydalanishdan juda ham xursandman.